Alloh Qur'oni Karimda aytadi: Ya ayyuhallazina amanu jitanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innalloha tawwabur rahim. Sadaqallohul azim. Alloh aytayapti akalar. Mana mashi Allohning gapiga kirish taqvo bo'ladi. Namoz o'qib, joy namozni teshib olsin. Qur'on o'qib, varaqlari yetilib ketsin. Tahajjudga tursin. Tasbih o'giraverganda iplari uzilib ketsin. Lekin g'iybat qilsa, u odamda taqvodan T harfi ham yo'q bo'ladi o'sha odamda. T harfi. Hozir men aytgan bu 4 ta amal ancha munchamiz qila olmaysiz. Tasbih o'girib ipini uzadigan, namoz o'qib joy namoz teshib oladigan, tahajjudga turadigan ichimizda kam. Domla o'tirib ham tahajjudga bilmayman qachon turganimni. Lekin o'sha odam, shunchalar ibodat qiladigan odam, peshonalarim deb bo'lib shiram bo'lib qolgan sajdadan g'iybat qilsa, bu odam umuman taqvodor emas.